Urushlarni sababi sehr bo'lishligi mumkin. Baxt yo'llarini bog'lanishligi, farzand yo'llarini bog'lanishligi sehr bo'lishligi mumkin. Ha, to'g'ri, boshqa sabablar ham bor. Lekin ana shu sabablar qatoriga sehrni, hasadni, ziyonni, ko'z tegishligini ham qo'yish kerak. Boshqa sabablar hammasi joyida. O'qib ko'rish kerak. Agar o'qigan vaqtda, ayni oila masalasida, hozirgi zikr qilgan masalada ruqiya qilingan vaqtida qovoqda, belda, bachadonda, yurakda, boshda og'riq turadi. Ko'zdan yosh chiqadi. Mana bu alomatlar bo'ladi. Uyqulariga qarash kerak, o'ngiga qarash kerak. Kunda besabab yurak siqilishlari, arzimas narsalarga janjallashib ketishlar, uyquda zino, fahshlar, yarim yalang'ochlar. O'qigan vaqtda zikr qilganimizdek og'riq nuqtalari botil qilinish kerak, insoniy sabablarni qilish kerak. Xuddi boshqa sabablarni qilgani kabi. Kasal bo'lsa, yurak kasaliga yurak doktoriga boradi. Jenskiy kasallar akusher-ginekologga boradi, urologga boradi. Demak, muammoni hal qilishlik uchun insoniy sabablar qilinadi. Xuddi shunday agar ziyon, sehr, hasad bo'lsa, mutaxassisga murojaat qilish kerak bo'ladi sizlar.